Hammaga salom. Men bu vada qilganim biologически aktivniy добавка. O'tgan videoimda aytgan edim, bu haqida alohida video qilaman deb. Bu bizda demak xotira mustahkamligi uchun. Mana bu ko'rib turganingiz gingo barglarining rasmi. O'sha gingo bargi haqida ma'lumot ozgina berib o'tgan edim. Buning tarkibida demak gingo barglari mavjud va vitamin E mavjud. Shunda vitamin ichayotgan bo'lsangiz, vitaminlaringiz tarkibini qarab chiqishingizni tavsiya beramiz. Chunki vitamin E yoki bunda bor vitaminlar boshqalarda bo'ladigan bo'lsa, sizga plyus добавка bo'ladi. Shuni inobatga olgan holda boshqa vitaminlaringiz tarkibini albatta qarab chiqing. Kimlarga mumkin? 18 yoshdan yuqorilarga. Va kimlarga mumkin emas? Homilador ayollarga, emizikli ayollarga va qon bilan bog'liq muammosi borlarga, ya'ni davlina yoki boshqa bir qon ketish muammolari hayz vaqtida ham mumkin emas. Chunki gingo vitamini qon aylanishini yaxshilashi evaziga bizda xotira kuchaymoqda. Bilamizki, qon aylanishi qayerda yaxshi bo'lsa, o'sha yer organizm faoliyati yaxshilanadi. Yuragingizga ham bu qon aylanishi yaxshi, jigaringizga ham yaxshi. Buni foydalari juda ham ko'p. Gingo barglari bizda o'sha qon aylanishini yaxshilashi evaziga, shuning uchun qon bilan bog'liq muammosi borlarga tavsiya qilinmaydi. Hayz davrida ham qon ketishini kuchaytirganligi uchun mumkin emas. Batafsil ma'lumotni yana ham yozib qoldirishga harakat qilaman. Albatta, diqqat bilan o'qib chiqing va vrachingiz bilan maslahatlashgan holda iste'mol qiling. O'zingiz ehtiyot qiling. Xotira mustahkamligi uchun bu tavsiyamiz. Men o'zim koreysga hamda angliyskani mustaqil ravishda o'rganayotganligim uchun xotiram ham mustahkam bo'lishi uchun iste'mol qilishni boshladim. Aytgancha bir ichishda 2 tadan yoki bir kapsuladan 2 marta ichish tavsiya qiladi. Ovqatlanish vaqtida yoki ovqatlanib bo'lgandan sirazi yetarli miqdorda suv bilan. O'zingiz ehtiyot qiling.